Follikullarni yorish kerak edi. Ana o'sha follikula yorilmay qoladi. Ichiga qon to'lib qoladi. Kista yoki gemorragический kista bo'lib qoladi yoki follikulyarniy kista bo'lib qoladi. Ana endi o'sha qonli holatda uzoq vaqt yursa endometrioidniy kistaga, shokoladniy kistaga aylanadi. Endi uni operatsiya qilib olganing bilan faqat o'sha oy bo'lgan holatini olding, lekin keyingi oy yana o'sha gormonal yetishmovchiligi yana har safar laparoskopiya qilib oldiravermaysan-ku buni. Endi bitta sababi bu, yana bitta sababi bu prolaktin bilan bog'liq holat. Ko'kragingdan suyuqlik kelib yotdi. Shu holatda o'zingiz qilsak bu emizikli ko'krak bo'lib ko'rinadi, tishu bo'lib. Prolaktin gormon baland. Prolaktin baland bo'lganda ham mana shunaqa holatlar kuzatiladi. Bular hammasi bir-biriga bog'liq narsa. Hammasini o'tdida davolaymiz, sababini topib, bitta ham prolaktin, ham progesteron yetishmovchiligi bor. O'shani hisobiga bo'ladi. Ana endi bu nimaga homilaga to'sqinlik qiladi? Chunki bu endometriy qavat o'syapti. Keyin u ko'chish kerak edi. 12-13 mm bo'lgandan keyin ko'chish kerak edi. Ko'cha olmaydi. Qalinlashib ketadi, miometriga o'sib kirib, achaklarni hosil qiladi. Ana u holatda ham homila kuzatilmaydi. Mi follikulaning yetilib yorildi, qaytib keldi endometriy